Biz Oltiariq tumani Eskarab qishlog'iga yetib keldik do'stlar. Ushbu ko'rib turgan fayzli xonadonimizda fasad devorlariga gipki kaminlarda o'rnatiladi. Fasad devorini o'lchaganimizda 135 kvadrat chiqdi. Uy egalari faqatgina bizdan gipki kaminlarni sotib olishdi. 1 kvadrat gipki kamin maxsus kilega maxsus lakka yetkazib berish xizmati ichida 50 ming so'mdan gipki kaminlarimizni olib kelib, uy egalari o'zlari ustida ekan, yana qayta gipki kamin o'rnatish usullarini tushuntirib berdik. Loy suvoqqa bo'ladigan gipki kamin savollar ko'p bo'lgani uchun ushbu videoni olishga qaror qildim do'stlar. Albatta bo'ladi do'stlar. Ushbu obyektimizga to'liq gipki kamin o'rnatilib bo'lingandan keyin yana qayta video syomka qilib, qancha ketdi, nimalar qilindi, gipki kaminni o'zini sotib olsalaring qanchaga tushadi, ustasi bilan qanchaga tushadi, hammasini ma'lumotini sizlar bilan bo'lishaman. Hozirda biz O'zbekiston bo'ylab gipki kaminlarimizni ichki va tashqi devorlarga hamma narsasi ichida devorning holatiga qarab 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha gipki kaminlarni o'rnatib kelyapti. Biz gipki kamin, termopanel, atacento, traventin ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Gipki kamin buyurtma qilish uchun yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun ekranda yozilgan nomerlarga telefon qilib to'liq ma'lumotni olishlaring. Devoringiz loy suvoq, qum suvoq yoki g'isht holatda bo'lsa, sho'r namdan qo'rqmas, devorga tushgan chiziqlarni 100% yopuvchi, kunni issiq sovug'iga chidamli, devorga o'rnatib bo'lingandan keyin bemalol suvda yuvsa bo'ladigan, o'z-o'zidan rangi va tusini o'zgartirmas sifatli mahsulotlarimizni sizga tavsiya etamiz. Kerakli maslahatlar va ma'lumotlarni o'tkazishni istamasangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Ushbu videoni devorini nima qilishni bilmay, yiliga devorini remont qilib charchagan do'stlarga yuborib qo'yamiz. Devorni remont qilishdan 15 yil, 20 yilga qutulib, eng zamonaviy va sifatli premium ko'rinishda bo'lishini va vaqtingizni tejashni istasangiz, bizga murojaat qiling. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Bizni kuzatishda charchamanglar.